Assalomu alaykum ekran oldidagi aziz ko'rmanlar. Yoshlar va da'vo programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshilaymiz. Men Arshin Didiqut. Ko'pinchimiz bilgandek 7-oyning 31-kuni 100 dan ortiq tashkilot birlashib, Uyg'urlar uchun dastur nomida ko'plagan davlatlarda namoyish o'tkazdi. Va shu kuni Istanbul Sarajxona bog'chisida Xalqaro Sharqiy Turkiston tashkilotlar birligiga vakolatan Sharqiy Turkiston yangi nasl harakatimi namoyish o'rlashtirdi. Ve bugünkü programımızda Sharqiy Turkiston yangi nasl harakati raisi Abdusalom Teklimakan efendi bilan Xalqaro Sharqiy Turkiston tashkilotlar birligi vakili ve Stuq Buraxon vaqfisi Konya sho'ba raisi Abdulhat Udun efendimni taklif qildik. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qimmatli vaqtlarini chiqarib mushakilib bergani uchun ko'p rahmat aytamiz. Ve şu 100 tashkilotningki birlashib shu namoyishni o'rlashtirishi, har qaysi davlat o'rlashtirishi masalan bo'lib bizningki Uyg'ur da'vosiningki qanchalik oldiga ilgirlab ketayotganligini ifodalaydi. Ve 100 tashkilotning birlashganligini biz ko'rib nihoyatda hayron qoldik, ya'ni butun xalqaradan Turkiyadan butun xalqarani bo'g'anlik uchun. Shuning shu namoyish to'g'risida qisqacha bir to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Aleykümselam. Hemmimiz ma'lum bo'lgandek 31 dunyoning farklı şehirlerde 11'den artıq şehirde namoyishlar o'tkazildi. Namoyishning asosi markaziy nuqtasi London bo'lgan bo'lsa, ikkinchi cho'ng tipdagi faoliyat İstanbul'da bo'ldi desak, shu aytgan bo'lmaymiz. Nəhayət güzel bir faaliyet bo'ldi. Faaliyetimiz Türkiye'nin sırtında Amerika, Kanada, Avustralya, İngiltere, Yeni Zelanda, Cənubi Afrika degan o'xshash xalqarada vazni ağırlıq bo'lgan cho'ng davlatlarda o'tkazilgan bo'ldi. Bunday degan chog'da dunyoninki qit'alarning hammasi tugdek namoyish o'tkazildi desakmi, shu yanılar ashurayotgan bo'lmaymiz. Bu 100 tashkilotningki bir yerga jo'g'ilnishi uchun qaysi tashkilotlar kuch chiqadi? İngilizce'de İslam 20C, yani 21. asırdagi İslam degan nomda harakat qilayotgan bir qurum. Bundan beshi de bo'lib, xususan Yevropalarda behrek kuchaygan bir Stand for Uyghur deb bir platform bor. Yani Uyg'urlar uchun dastur nomli bir platform, yani minber. Bu minberning ichida aktiv xizmat qilayotgan yuzlab tashkilot birlashib, shu minberningki nomidan faoliyat olib bordi. Buningki asosiy ham tashkillik kuchlarning qatorida eng cho'ng kuchlab 21 asrda islom nomidagi shu tashkilotni zikr qilib o'tish bo'ldi. Beshidagi shu deb o'ylab bo'ldi. Bu Sarajxona bog'chisida sizlar shu namoyishda bo'lib shu 100 tashkilotniki o'rlashtirgan ish shuning bilan qo'shilib qolgan ish bo'lgandan keyin shu namoyishda nimani oldiga chiqardinglar? Qaysi vatandagi ishni? Bizning namoyishning asosiy bosh temasi irqiy qirg'inchilikni darhol to'xtat edi. Bizning ma'lum bo'lgandek vatanimizdagi zulm oxirgi bir necha yilda irqiy qirg'inchilikka qarab yuzlandi va oxirgi bir yil ichida dünyanın farklı devletlerinde vatanimizdeki bulayotgan qirg'inchilikning rasmiy e'tirof qilinish hadisini ko'rib yetdik. Hatta Avrupa Birligi tavallud devletlerinin hammasi irqiy qirg'inchilikqa yuzlanayotgan bir fojia deb yakun chiqadi. Bunday bir vaziyatda bizning shuarimiz irqiy qirg'inchilikni darhol to'xtatish bo'lishi, vatanimizdagi nafas ila olamayotgan şu zulümden inravatkan qarindoshlarimizningki ahu feryadini dunyoga anglatish bilan birlikda şu qarindoshlarimiz tortayotgan aziyat, zulm, yo'l qo'yayotgan qirg'inchilikningki darhol to'xtatish uchun xalqaro nomidan bir chaqiriq edi. Rahmat, Allah razı olsun. Davos Abdulhat efendimden sorsam, shu namoyishninki tafsilot to'g'riliq sizningki qo'shib qo'yadigan so'zingiz bo'lsa, olsak. Amma bilasizlar, bir aydan oşuqraq bo'ldi, Ülemalar Birligi'den bir yığını açkan. Bütün dünyadaki Müslüman alimlarını, teşkilatlarını, vekillerini yığıp İstanbul'da bir yığın ötközgen. Bu yığın jarayonida
muşu vaqtçılık bizim Müslümanlardan bizge Uygurlarga pek yuqur bir avaz çıkmaganligini biz acaba biz bu Uygurlu ümmetinin parçası emasmı? Nemişki muşuna boldu degan temada nurgun muzakirleşken alimlerimiz. Ama şu çağda gerçi Müslüman devletlerinin jiqi Arap dünyasındaki yoki boshqa bizga qo'shni bo'lgan Müslüman devletdeki devlet beşidikilerninki nacharligi yoki ularning Xitoy bilan bo'lgan munosabati degandagi narsa bilan bizning Uyg'urlarga yetarlik bir qo'llash beramaganligini o'zimi e'tirof qilgan. Onun keyin qanday qila olamiz unda olganda deganda demokratik ülkelerde yaşayotgan, demokratik devletlerde yaşayotgan Müslümanlar birlikte bir faaliyetini qilsak, amaliy faaliyetni qilayli, gapni qilavergandan foydasi yo'q, amaliy qilayli. Masalan, bütün bizning Müslümanlarning eng cho'ng qurolimiz dua bo'lgandan dua faoliyatlarini o'rlashtirayli. Masjidlarda xutbada Sharq Turkiston masalasini kun tartibga keltirayli. Anin keyin Müslümanlar shunday ma'lum temalar ostida birlashib namoyishni o'tkazayli degan qaror elingan. Dal şu çağda muşu faaliyetinin teşkilatçılarından bo'lgan Stanford Uyghur yani Baytın Absalam Karim deb o'tgan 20. asırdagi İslam degan muşu teşkilatınınki qurg'uvchisi bo'lgan Salman Bat degan efendim var. Bu muşu Stanford Uyg'urlar uchun dastur degan harakatni boshlatgan teşkilatning boshidagi adam. Şunun tavsiyasi bilan bütün dünyadaki Müslüman ictimai teşkilatlar bir olup muşu ırkı qirg'inchilikni to'xtat degan nomda bir namoyish qilsak deb aslida bu faaliyetni biz 5. yo'lga ullab birga qilmoqchi edik, lekin 5. yo'l bizning Müslümanlarning haj vaqti o'tilib kelib qolgan bo'lg'achqa 2 yildan beri haj faoliyatiga boramay, shundan shu haj faoliyatidan keyingi o'rlashtirayli deb 31. yo'lga o'rlashtirgan. Bu faaliyet Stanford Uyg'urni mandahat desam balki misolga kelishi mumkin. Bultu 11. aylar atrofida Londondagi Xitoy elchixonasining oldida cho'ng bir namoyish bo'lgan. Haliqi maykasini silib Xitoy nimasiga sen bayroqni tushirib aytgan bo'lsang, men bayroqni esval deb qilgan Muhammad Hijab degan qarindishimiz shu tashkilotning ichida shu yerdan boshlangan endi haliqi bugunlam o'tirg'i chiqqan ishimiz uzun muddatlik bir o'ylanish, birga shunday muzokiralash orqali bo'lgan bir ishdi. Bununki endi Türkiye'deki teşkilatçısını şu Xalqaro Sharq Turkiston Teşkilatlar Birliğimiz bilan Yangi Nesil hareketi birlikte o'rlashtirgan bo'ldi. Allah razı olsun. Unda olsun muşun namoyish mesela uzun o'tmadan bir qancha kun bo'ldi. Muşun namoyishni qilgan kun yoki shu namoyish qilish to'g'ri tarqatgan e'lonlardan yoki shundan keyin muşun namoyish qilgan davlatlarda, shaharlarda qanday bir ta'sirlarni ko'rildi? Aldı bilan endi bu namoyish o'tkazilgan shaharlarning hammasi dunyo bo'yicha ashuna dangliq ham demokratik yerlardagi musulmonlar bo'lg'achqa bu qarindoshlarimizning ichida Sharq Turkiston davosini bek bunda islomiy boyutini, bunun islomiy tarafini tushunmagan nurg'un qarindoshlarimiz bor ekan. Bu bizning Sharq Turkiston davomiz biz kurash qilayotgan bu davo 1933dagi shu Sharq Turkiston Islom Cumhuriyetining davomi bo'lgan bir harakat bo'lg'achqa bu yerda zulmni anglaganlar, lekin bu yerdagi bu qarshilik ko'rsatish harakatining bir Müslümanlık burcu ekanligini, u yerdagi mayli Sharq Turkistondagi bo'lsin, mayli dunyodagi bir Müslümanlık bo'lsin, bu gerdindagi bir farz ish ekanligini tushunmagan nurg'un qarindoshlarimiz bor ekanda. Ayat bir zulm bor, shundaqlik zulmga qarshi bir harakat bor deganni bilgan bilan ayatdagi qarshilik harakatining o'sha bir islomiy bir charchavada elib berilayotgan harakatligini bilmaydigan nurg'un qarindoshlarimiz buni bilgan bo'ldi. Ani keyin boshqa nurg'un qarindosh tashkilotlar buningga qo'llash yuzasidan birga qatnashdi. Mencha bu tunji qatimliq mushlar cho'ng bir namoyish nihoyatda g'alabalik bo'ldi deb qarayman. Rahmat, Allah razı olsun. Ondan sonra Aslan Efendimiz'e sorsam. Ben abay deb o'tgandek, yani 100 teşkilat muşunda birleşip bizim davayımız için ko'chalarga chiqib tashkillanib har davlatda bo'lardi. Shu 100 teşkilatninki birlashninki biz qanday tushunsak bo'ldi mesela. Bizim davalarımızın qaysi yo'llarga kelganligini deb bilsak bo'ladi. Endi hammamizga ma'lum bo'lgandek, vatanimizdagi zulm ig'irlashib Xitoy vatanimizda irqiy qirg'inchilikni shiddatli bir shaklda yurgizib kelayotgan paytda xalqaro media bo'lsin, axborot sohalari bo'lsin, vatanimizda bo'layotgan fojialarni kuchining yetishicha ta'qib qilib kelyotdi ma'lum nuqtadan va bundan musulmonlardan xabarsiz qolganlar xabardor bo'layotdi. Xususan shu erkin davlatlarda yashayotgan
ve bizge okşaş muhacir olgan. Mesela şu azim dep ötken Salman Bat degan kardeşimiz tigi urdu Pakistan Hindistan taraftan İngilizce kelip yerleşip kalgan şu yerde faaliyet kılan bir muhacir. Angliyan şunu okşaş şu Avrupa devletleri de yaşayatan muhacir Müslümanlar. Bu meselede bekrak köngül bölüş başladı çünkü özlerinki ma'lum dereceden devletlerden uzak yaşap bakkan ma'lum her ne kadar halavatsız bilip kilip turgan bir imkaniyet bolgan takdirde mi şundaq muhacir bulup yaşaganlık tüpeyli ma'lum bir kıyınçılıkların başını köçegerlik tüpeyli bizlerge istaşlık kılış bu cihetten mi boldu? Yani bir noktadan bu teşkilatlarınki Uyghur üçün hareket götürüşü bir İslami kırındaşlık burcu dep karışık elbette oldu. Çünkü hemimiz İslam dünyasından Müslümanların bütünlüğü ümit ettik diyendek bir vaziyet şekillenip kalan peytte avval Ülmalar Birlikimizin ki av yığını ötküzüldü. Bu yığının hakikaten körkemine ait güzel Müslümanların ki çoğun ulmalarının hemisi de katlaşan bir yığın oldu. Onun keyin faaliyetine bağlılığı biz Müslümanlara meyil edenin içindeki sertiki Şarkı Türkistan'da Müslümanlara nispeten bir ümit menbesi öpedi, ümitçilik öpedi de köreşki oldu. Hem bir noktadan biz hep gün tertipte tutulup bulanmagan bir nokta 29 İslam şu 7. ayın 29'u namayişin 2 gün bronku Cuma günüsü Avrupa ve Garip dünyasının tamamında Şarkı Türkistan için Cuma namazları Şarkı Türkistan için ayrıcalıklı. Cuma'da dua kılınan Cuma hutbeleri Şarkı Türkistan tanıştırılgan bir vaziyet Avrupa'daki ve Garip dünyasındaki umumen mescitlerde kan gülemlik takıldı. Bu mu? Şu namayişe bir tayarlık idi. Bunun yani bir ak görünüşünü kağıtımızda biz bu namayişini teşkilleyen meyli Amerika'daki, meyli İngilizce'deki kardeşlerimizden 2. aylarda yığın kılgan vaktimizde mi? Müjdaq bir faaliyetini şu vakti de planlagan. 7. ayına 5'i de planlagan o vakti da adımda ötkendek. Lakin degendek hac mevsimi bilen bütülüş kağalık tüpeyli hac mevsimi İslam dünyasına nispeten Emedem koyuk berip kilemegenge garip dünyasındaki Müslümanların ki berip gelişi biraz asarak. Ve 2 yılın yağı hac ibadeti teşna olgan Müslümanlar Xitay virüsü hac ibadeti çetelegi takılıp kağalık tüpeyli Müslümanların hac gibi olan bir teşnalığı var ve şu tüpeyli garip ellerdeki azgın Müslümanların kimi norgalları hac gitiglik. Şunu göz tutup Garip ellerinde şuna 7. ayından 5'teki bu namayişini 7. ayınınki 31'i şundan keçiktirgen oldu ve resim videolar karartımızda hususen London'daki namayış karşısak London'da 4-5 milyondan artık adam desek aşırı etmeyen derecede köp sanda Müslüman kardeşlerimiz biz için Şarkı Türkistan için Uygur için hareket götürdü. Bunun özü bizler için iki nesini ifade ediyor. Biri bizim Müslümanlarınki kollavatqanlığını ve şundaqken bizimki özümüzden qarindaşlarımızdan bizni taşlatmaydiganlığını ibaret bir ameliyatını ifade ediyor. Yani bir noktadan bizning özümüzden davayımızga texmi bekrek amaliyat yürüşümüzden kerakligini. Mesela bizning yemedən tonagan tunugun ölüşkönde yaqı bir kişinin yaqı Şarkı Türkistan degan gapni Uygur degan ismini Xitayning zulmini hem anlayatgan adamni bunda hareketga o'tgan bir paytda biz shu zulmni 70 yıldan mabeynida tartayotgan irqiy qirg'inchilikqa bir necha avloddan biri irqiy qirg'inchilikqa yo'l qo'yayotgan farqli bosqich seviyelarda irqiy qirg'inchilikqa uchrab qo'yayotgan bir millatning farzandlari bo'lishibdi. Biz özümüzün davayımızga tıxımı bekrek aktif oluşununki, tıxımı bekrek köngül bölüşününki özümüzün davayımızını namaz okugan bilen, tamak yiyen bilen, uxlagan bilen okşaş, nefes algan bilen okşaş bir mecburiyet. Nefes almasak ölgen okşaş, dava almasak özümüzünki kılışık tegişlik işten birini, falanca akon, falanca teşkilat, falanca grupa, yaki falanca adam
Bileceden kısa bulduğun emas, her bir Şarkı Türkistan'da, her bir Uygur'un ki kılışıkta iş bir burç ekanligini bizge yana bir ıhtı meseleti dep qarayman. Rahmet Allah olsun. Hazır diyen gepinizden davamlasak, biz Uygurlarning qanchalik aktiv bo'lishimiz kerakligini to'g'ri so'zladingiz. Siz mushu Sharq Turkiston yangi harakatining raisi yoshlarımızın vakil bo'lish sifatlari bilan mushunda bir necha yuz tashkilotdan birlashib mushunda bizning Uyg'ur davosini qilayotgan vaqtida bizning yoshlarimiz qanday qilish kerak? Mayli Turkiyada bo'lsin, mayli xalqaradagi yoshlarimiz bo'lsin, bu nuqtada nima ishlarni qilish kerak? Bizning yoshlarimiz, Sharq Turkistonning yoshlari Manaraq Yensatı vatanimizdan chet elga chiqargan oxirgi bir karvan. Bundan keyin mayli Uyghur tilida so'zlaydigan, mayli islom diniga e'tiqod qilgan yana bir turkum yoshlarni vatanimizning ichidan izlab topalishimiz va hozirgi real ko'rinishlardan ta'sirlik ko'rinyapti. Chunki hozir şu başlangıç mektebini tashlab ma'rif tili butunlay xitoychalish bo'ldi. Özümüzden ana tilimiz normal hayattan çıkıp çıkırılatıdı. İslam dininin çehlenmeleri hakkında gep içinin hacıdın bulmayatıdı. Esselamu Aleyküm datıp Abdullah Ağaç bağın İslam'a alakadar nim bolsa adresinin en yukarısı. Semmesi ötürülü atkan bir peytte biz muhaciretlik Uygurlar özümüzden kimlikimizni Şarkı Türkistan davamızı hizmet kılış arkalık saklap kılışımız bürdüğümüz var. Aksi takdirde biz Turgayımızga sınıp geçişimiz adıyla bir Turgay'dan gep külbünden könnep doğan hatta tecrübeyle sabit boğan nesi. Biz 1950-yilları 49-yildagi Xitoy kommunistlikdan bisib kirgandan keyin hijrat qilib chiqib ketgan Uyg'urlarninki amaliy reallikqa qarasak, hozirgi bugungi kunda shularninki farzandlaridan shu 70 yil avval hijrat qilib chiqqan Uyg'urlarninki farzandlaridan da'vo qilayotgan odamlar parmoq bilan sanab olgan darajada az. Amaliyotda shularning nurg'unlari Türkiye doğalı, Türk dişi yapıyor. Yemiyet doğalı, yemi milletki sınıp gitip oldu. Sorsanız benim ki babam Uygurken tok, dadam Uygurken tok. Kısa kelgen bir ahval var. Bunun asas sebepçisi şu özünün kimlikini lağman bilen, pulu bilen ya ki tüt cümle Uygurca kelime bilen saklaşıkçı işgallıktan gep çıktı deyip qarayman. Ve halen ki biz özümüzden kimlikimizni vatanimizga xizmat qilish orqali saqlab qolaymiz. Biz vatanimizga xizmat qilamiz deb midirlagan chog'da Uyg'urcha so'zlaymiz, Uyg'urning madaniyatini saqlab qolaymiz, zaten islom dinimizni har halqa saqlab qolaymiz. Aksi taqdirda biz namoz o'qib, işte halal yeyman deb buni kuchab o'zimizning vatanimizning da'voyimizni tashlab qo'yganimizda bek yo'g'an bo'lsak shu Müslüman bir tek alalayımız, anın ayakıga ya bizden keyinki evlatta ya Arapça ya Türkçe ya kiyemiz milletke ailenip gidiş xavfi bek ciddi. Şunun için benim oturup koymak şu anlasam biz özümüzün biz Şarkı Türkistan yaşları özümüzün kimlikini saqlab qolish kitap o'qishlarni butunlay emas yoki Uyg'ur madaniyatini saqlab qolishlarni butunlay muhofaza qilmaydi. En mükemmel şekilde muhafaza qilish bir bütün halatda Sharq Turkiston davosida aktif vazifeli ishlar, aktif xizmat qilish bilan ro'yobga chiqadi deb qarayman. Rahmet Allah razı olsun. Emre Abdülahad efendimiz sorsam, siz abayda o'tgandingiz o'limalar birligininki aldingi qitimliq musulmon o'limalarning yig'ilishi bilan shu vaqtdan tortib hatto uni burunma bu namoyish to'g'riliq o'ylashayotgan, deyishayotgan, muzokara qilishayotgan to'g'riliq dedingiz. Şu 100 tal teşkilatninki şu mesul bo'lgan teşkilatlar yoki mush teşkilatlardan buningdan burunmi bir munosabatinglar bormi? Albatta biz şu Sharq Turkiston davosida aktiv faoliyat qilayotgan bir teşkilatlar sifatimiz bilan mayli Türkiye ichidagi bo'lsin yoki Türkiye sirtidagi bo'lsin, bular musulmonlar bilan bo'lgan aloqada biz teşkilatlar birligi ham o'limalar birligi bundan boshlab bak kuchayotganligini ham o'ylan ko'rib turgan bir haqiqat. Çünkü Malaysiya, Indoneziya bo'lsin yoki baytliqqa deyilgan shu g'arb dunyosidagi musulmon davlatlar bo'lsin, musulmon qarindoshlarimiz bo'lsin, hammasi bilan biz quyuq bir munosabatimiz albatta bor. Hamda bu yerda bunday bir masala bor. Bizning Uyg'urlar hammasi musulmonlar biz uchun gap qilmayotdi, biz uchun
beş qilmayotidi deb. Emniyette bu hammaylar bilgandek musulmon dunyosining hammasida bu dard bor. Mayli o'zining davlati bo'lsin yoki bizda ishg'ol altida qolgan yoki shu Kashmir, Rohingya degandek yoki Falastin bilgandek shu yerning hammasida bu vaziyat bor. Musulmon bayanın hammasida zulm bor zaten. Lekin bir mesele var. Bizning Uyg'ur davosiga o'shaqda mushunchalar irqiy qirg'inchilik darajasiga borgan shunday bir davoga nimishqa musulmon dunyosida tunish bak tuvan degan narsaga buningla balkim bizdanmi bo'lishi mumkin. Chunki tashviqot, aninkayindan mayli tunishtirish mojiratida Xitoy bizning oldimizda. U pulusi bilan, o'zining ta'siri bilan Arab yoki musulmon qarindoshlarimizning hammani yangi qusab bo'laqliq. Bizga tushgan vazifa nima desa, ya qarama Xitoy yolg'on gap qilyotdi, menda emas, ma ish deb shuni tushuntirish. Bu hatto shuna yaqin munosabatda o'tayotgan tashkilot yoki shaxslar bilan bu suhbatlar bo'linug'liq. Xitoy menda emas, sizlarning Xitoyning anglig'inglar to'g'ri emas, men xato gap qilyotdi, yolg'on gap ma deb biz shularga tunishtirishga kuchayotimizda. Endi siz bay degandek bular bilan munosabatimiz bor, lekin miyada bu munosabat amaliy bir harakatga o'tish kerak-da. Ayada nurg'un insonlarimiz o'lyotdi, turmada yetyotdi, aninkayindan ashuna bolalarimiz, qizlarimiz bizdan olib ketilyotdi, bo'linib ketyotdi. Mushu holatda unaqanda bunga nisbatan bir harakat qilish kerak, nima qila olamiz deb shunaqa konkret ishlardan bunun başı namoyish bo'lishi mumkin. Endi bu bir boshlang'ich. Birinchi bo'lib mana musulmonning eng cho'ng quroli duo qilish bilan, billa shunaqa dardlashish bilan, bismimizni tunishtirish bilan bu ish boshlangan bo'ldi. Endi amaliy harakatga o'tgan jarayondami, xuddi o'tganda shu ilqi namoyishda shu Muhammad Hijab degan qarindishimiz degandek, biz musulmonlarni uylan bilan, shunday zulm bilan qo'rqitman deb o'ylab qolishmi Xitoy deb xitob qilgan ashyoqda. Dala shunday bo'lyapti. Chunki Müslüman özünün bir akidesinden çıkan bilimi bilen zaten zulümge karşı. Hatta o zulüm kapırga kılınsın mı biz zulümge karşı. Hem de ayada karışsak bir Müslüman'a kılınıyordu. Bir İslam diyarı ayada tecavüz kılındı. İrqi kırgınçılık uçaraptı. Demek bir yerde bayda ötkünümüzde şu Müslümanlığın geldiğine hem de bu periz eğim bulup boğan bir iş. Bu ne? Kandak kılıp şu emili hareket ötküzümüz. Emili hareket kılıp aşağıdaki işğalını, qırğınçılığını qanday qilib to'xtatamiz degan masalada taxmi jiq harakatlar, planlar, muzokaralar bundan hamda taxmi jiq bo'ladi deb o'ylayman. Rahmat, Allah razı olsun. Hozir degan gapingizdan davomidan Abduslam efendimdan so'ray. Bundan keyingi ish to'g'ri so'zildingiz. Bundan keyin masalan yana shunga o'xshash, ya'ni mushu 100 tashkilotlar yoki uning boshqa tashkilotlar bilan shunga o'xshash namoyish yoki faoliyat o'tkazish to'g'riliq bir planinglar bormi? Albatta bu bizimki dava xizmatimiz adaqcha oxirgi nafasgacha davomlashadigan bir xizmat bo'lish sifati bilan biz bizlar hamkorlashalaydigan har qanday qirinishimiz bilan birga hamkorlashib xizmat qilishni davomlashtiramiz. Masalan, namoyish bu vaqtim 31-yilda bir namoyish bo'lgan bo'lsa, oldimizda yana farklı faoliyatlar bo'ldi. Malayziyada bir Türk'ün faaliyetler bo'lmoqchi, oldimizda Yevropa ellerinde faaliyetlerimiz bo'lmoqchi. Bir neçe ay içinde biz özümüzden Müslüman kardeşlerimiz bilen Şarkı Türkistan davasını hem gün tertipte tutuş hem halkarağa kaydının eslidiş birlikte Xitayga bizim kılıç noktasından faaliyetlerimizden bu şekilde devamlaştırıyoruz. Şu İslam dünyasının sırtı Müslüman cemiyetler mesela İngiltere'deki Müslüman cemiyetler, Avrupa ellerinin başka yerlerdeki Müslüman cemiyetler, Amerika'daki Müslüman cemiyetler bu bir kısımlık faaliyetlerini to'xtab qolgan yok. Şöyle mesela İngiltere'deki Salman Batlar'ın kılıçlanan faaliyeti de bizning Uyg'urlar asosiyatdan nəhayət az sanda bo'lsin, bu yo'q o'rnida şu yerdagi muhacir Müslüman qarindoshlarimiz o'zi material to'plab, o'zi bir narsa chizib, o'zi chiqaryotdi. Mesela İstiqlal'ınki İngilizce bölümünde Salman Bat'ınki programları bo'layotidu. Yani İngiliz dili bilen bir hizmet bulsun diyen noktadan. Bu noktalarını ile bitken vaktimizde
bizning o qarindoshlarımızga yangi qarindoshlarimizni qo'shib bu tür faaliyetlerimiz davamlaşıyordu. Biz bu Şərq Türkistan yangi nesiller kitap oluşturduğumuzdan bu İslam dünyasının yaşları bilen bo'lgan aloqamizni qo'yiqlashtiramiz. Men 2 hafta burun İslam dünyasından kelgan yosh liderler bilen, yosh tashkilotchilar bilen bir 2 kunlik bir faaliyetde buldum. O yerden Şərq Türkistan hakkında bir sözleşiş, biraz Şərq Türkistan'ı tanıştırış fırsatı oldum ve o yerden nurgulgan qarindoshlarımızdan bundan keyin faaliyet qilish haqida fikrlashib keldik. Belki Sudan'da bir faaliyet qilishimiz mümkün, belki başka bir devletlerde Şərq Türkistan için faaliyetler bo'lishi mümkün. Bununki tayyorliqlari bo'layotidu. İnşallah bu hizmetler to'xtab qolmaydi. Rahmet, Allah razı olsun. Bugün hakikaten nayet yaxshi program oldu. Çünkü aldığın qıtımlık 100 teşkilatınki birleşip şunda çoğun namayış qalligini bazen qarindoshimiz ko'rib hayron qolgan bo'ldi. Bu 100 teşkilat birleşip yani shunda namayış qilgaydi. Biz o'ltirsak qanday bo'ladi deb nayet içidinliğe suyunib namayışga chiqib shunda bir qilganni ko'rgan bo'ldik. Ve Xalqaro Şərq Türkistan Təşkilatlar Birligidagi barliq ustozlarga ko'pdan-ko'p rahmat aytamiz ve Şərq Türkistan yangi serikdagi barliq qarindoshlarga sizlarga ko'pdan-ko'p rahmat aytamiz ve yoshlardan hakikaten başka davlatdagi yoshlar olsun, mayli Turkiyadagi Uyg'ur yoshlarimiz bo'lsin, bo'lgan munosabat nihoyatda kuchli ilm mevatsizlar. İnşallah aldığımız bir mush to'g'risida bir programma qilsak Alloh xolsa. Bugungi programmamizga bir şey chiqsak sizlarga ko'pdan-ko'p rahmat aytamiz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bugünkü programımızın bir şey çıksak, qarindoshlarımızdan ko'pdan-ko'p rahmet etimiz ve şu namoyish ulaştırgan 100 teşkilatga ve onun başka yardımcı bo'lgan teşkilatlarga ularga ko'pdan-ko'p rahmet etimiz. Allah razı olsun. Bundan keyinki bulup şu Uyg'ur xalqimiz, yoshlarimizniki üstüge qanchalik bir yükninki ortilganligini his qilsak bo'ladi. Shunga o'xshashmasin. Boshqa davlatdagi, boshqa xalq, mayli musulmon bo'lsin, bo'lmasin, bizniki davarimiz uchun ko'chalarga to'kilganni ko'rgandan keyin bizning xalqimiz bu cho'qim tig'imi oldiga da'vo qilganlar, tig'imi intilib da'vo qilishini ve to'xtab qolganlarniki da'voga davom qilishini umid qilaman. Unda bo'lsa bugungi programmamiz mishacha bo'ladi. Kelar qism program ko'rishgacha omon bo'linglar. Allohga emanet.